Koreyada vaqt juda ham tez o'tayotgandek tuyuladi. Har bitta qilayotgan ishingizga ulgurmay qolsangiz juda ham asablaringiz buzilib ketar ekan. Qilmoqchi bo'lgan ishlarimni soatma-soat rejalashtirib qo'ysam-da, qanaqadir обязательно chipi chiqadi. Xolodilnikda ovqati bor deb o'ylab, bolamni ovqat yeyish payti kelguncha cho'zilib yotgan ekanman. Bolam qorni ochib yig'laganda chiqib qarasam, xolodilnikda hemiram yo'q ekan. Shuning uchun tezda kecha zakaz qilgan narsalarimdan ovqat pishirishga harakat qildim. Ko'k piyoz bilan mol go'shti va guruchdan ajoyib kasha pishiryapman. Ishoninglar, juda ham mazasi zo'r chiqadi, chunki ko'k piyoz bilan mol go'shtni birga pishirsanglar, rosa bir-biriga mos bo'lib qanaqadir ajoyib ta'm keladi. O'zi Koreyada ko'k piyozni alohida, mol go'shtini alohida, guruchni alohida qilib pishirib, hammasini birga qo'shib yeyish kerak, lekin sovuq hali unaqa qilib yeyishni bilmaydi. Shuning uchun men hammasini birga pishirib, kasha qilib, blenderdan o'tkazib beryapman. Sovug'iga iloji boricha vaqti bilan yangi ovqatlar pishirib beryapman, chunki ertalab yegan ovqatini kechqurun yemayapti.